Hammaga salom, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Men xudo xolisa ertaga mehmonlar kutib olishim kerak. Bilasizlar, yaqinda hayit, lekin shu bitta problema bo'lib qoldi-da. Mana pilisosim umuman ishlamayotdi. Shunga bular bilan qaror qildik. Biz o'zimizga yangi pilisos zakaz qilib sotib olishga. Hozir bizga tushuntirib beradilar, qanaqa pilisos, qanaqa xususiyatlarga ega, nima uchun bu pilisosni tanlaganimizni ham o'zlari hozir aytib o'tadilar. Vakillik texnikasi, ya'ni pro modeli, yangi versiya 3 ta qismga bo'linadi. Birinchisi mягкий mebellar uchun yuvib o'tadigan bachoga, ikkinchisi suxoy pilisos, oddiy qopcha yoki stakan vazifasini bajaradigan bachoga. Bu har doim toza прямой tuzov suvda ishlaydi. Ya'ni hamma chayning suvlarini olib kelib shu suvga qorishtirib beradi. Yotoqxonaga yaxshi. Qilib chiqdi lekin zo'r ekan. Aromatli hidlar chiqib, bu yoqdan chang tortaverarkan, orqa tarafidan shirin hidini